Gollandiyada fidoyilar Sharqiy Turkistondagi kishilik huquq tajovuzchiliklariga diqqat tortish va 10 oydan buyon yolg'iz kishilik namoyish olib berayotgan Abdusalom G'aniyni qo'llash uchun velosiped musobaqasi o'tkazdi. Fidoyilar taxminan 80 kilometrdek yo'lni velosipedlik tamomladi. Yana bir tarafdan Uyg'ur jurnalist Mirkamil Qashqari Qahramonmarash Imom universitetida o'tkazilgan yig'inda Sharqiy Turkiston va islom dunyosi temasida leksiya so'zildi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Medeniyet Tadqiqot Klubi tarafidan uyushtirilgan Türk Dünyası Musiqa kechaligi faoliyatida sahna mo'l mazmunli nomerlar bilan jilolandi. Faoliyatda Uyg'urcha naqshlar va 12 muqomdan oriyalar diqqat tortdi. Hayati ve kurashlar bilan tarix yaratgan Sharqiy Turkiston xalqining qahramoni Osman Baturni xotirlash maqsadida 2019-yil 24 aprel İstanbul Zeytinburnu Kozil Chashma Kultur Markazida tug'ilganining 120 yilligida Osman Batur temasida xalqaro yig'in o'tkazildi. Yig'in soat 18:20 gacha davomlashadi. Yig'inga har qaysi davlatlardan kelgan tadqiqotchilar bilan birga Osman Baturning nevarasi O'rkan Nabiyulmo ishtirok qiladi. Sri Lankada Pasxa bayrami kuni cherkov va mehmonxonalarga qilgan hujumlardan 7sining o'zini qo'shib portlatish voqeasi ekanligi aniqlandi. Poytaxt Kolomboda yana bir qatim ko'chaga chiqishni cheklash buyrug'i chiqarildi. Shuning bilan bir vaqtda Sri Lanka hukumati hujumning orqasida ulusal tavhid jamoatining borligini e'lon qildi. Yana bir tarafdan voqeadan keyin istixborot va amonlik talash tortishi o'tirg'a chiqdi. Sri Lanka bosh ministrining hujum bo'lganligi haqida istixborot bor edi, lekin tadbir elinmadi degan so'zlari kishilarning diqqatini amonlik kuchlariga og'dirdi. Trump Erondan neft import qilgan davlatlarga qarta embargoni bekor qilishni qayta o'ylashish qarori chiqardi. Xitoy, Hindiston, Yaponiya, Koreya, Tayvan, Turkiya, Italiya va Gretsiyaga berilgan kechirim oyoqlashidi. Amerika tarafining bayonotida Eron inqilob muhofazat qismlarini chet el terrorlik tashkilotlari tizimligiga kirgizilgandan keyin chiqarilgan bu qaror orqali Eronga bo'lgan besimni kuchaytirish maqsad qilinganligi bildirildi. Sharqiy Turkistonda millionlagan bola ota-onasidan ayrilib Xitoyning tarbiyalash lagerlarida tutib turilmoqda. Ota-onasi turma va lagerlarga qamalgan bu bolalar atalmış tarbiyalash markazlariga elib berilgan bo'lib, ularga majburiy xitoycha o'tilishi bilan birga qiyin va chorasiz ahvoli diqqat tortdi. Yetimxonada chorasiz qolgan farzandlarimizning qutilishi va barliq bolalarning kelajagining parlaq bo'lishi tilagi bilan 23 aprel Igilik huquq va bolalar bayrami kunini tabriklaymiz.